Kecha Toshkentga borib kelgan kiyimlarimni yuvib taxladim. Yana 70 tasi dazmollashni kutib turibdi. Menga nima zaril shunaqa ko'p kiyim olib va eng yomon ko'rgan ishlarimdan biri kiyim taxlab dazmollash. Eng yomon ko'rgan ishlarim ro'yxatida ham 50 tacha ish turibdi. Menga o'zi uy ishlarini qilish yoqmaydi. Pulim ko'payib ketishi bilan hashamatli uy emas, bitta yordamchi olaman. O'rtoqlarimning ko'pini enagasi, ovqat pishiruvchilari bor. Qirg'ida boylar ko'p ekan deb o'ylamang. Oxirgi puliga ham yordamchi oladigan dangasalar bilan dugonaman xolos. Italiyada servizlar juda ham qimmat turadi. Yorimni ko'ndira olmayman soatiga 20-30 dollarga uy tozalovchi olishga. Shunga majbur o'zim tozalab yig'aman. Ishyoqmas bo'lganim bilan toza joyda yashash yoqadi. Shunga har kuni kamida 1 soat vaqtimni qayernidir tozalashga sarflayman. Baxtimga Italiyada chang juda ham kam. Darslarimga ko'proq vaqtim ketadi. Nima bo'lganda ham hammasiga ulguryapman. Shuning uchun ham doim kayfiyatim yaxshi. O'zimdan, harakatlarimdan ko'nglim to'ladi. Kimlardandir o'zish yoki birdaniga katta odam bo'lib ketish shart emas. Lekin har kuni yangi narsa o'qish, oz bo'lsa-da ustimizda ishlashimiz shart. Har kuni o'zimizni yaxshilab borsak, hayotimiz ancha yengillashadi va yorug'lashadi. Grow, ya'ni o'sish challenge-ning 2-kuni edi. Men bilanligingiz uchun rahmat.